Hop, onajonlarni mana xursand qilishda davom etamiz. Bitta akamiz chiroyli chetdan turib zakaz qildilar, ajoyib set. Hop, buket yurachali idishimizda ajoyib setlarimiz, qurutlarimiz. Buni olib kelsangiz onajonlarimiz chiroyli duoda bir eslab peshanadan cho'l biladi, o'pishadi albatta. Qurug'idan ham olib kelmabsan-da o'g'lim deyishadi albatta. Mana bu holatda bitta olib kelsangiz full holatda bo'ladi. Haqiqatda duo ham 100% bo'ladi, xudo xolasa. Duoni o'lishga nima yetsa onajonlarimiz borliginglarda qadriga yetayli. Mana nasl asli hech narsa emas. Bu prosta matoq nimadirlar bular. Yesa tugaydigan narsalar bular. Prosta ko'ngil qoladi. Ko'ngil o'lish degan narsada birinchili o'rinda mana shu turadi. Kelib meyvon, mevadan olib chiroyli holatda bo'lishingiz mumkin onajon otalar. Duolaringiz sabab omad quchog'ini ochib, davru davronim keldi, yo'qchiliklari qochib, aslida siz ekansiz mening baxtli omadim. Quyoshdek porlab turing,